Agar e'tibor berayotgan bo'lsalaring, oxirgi paytda dopamin, kortizol, testosteron va hokazo iboralar juda ham hayotimizda ko'payib ketdi. Ya'ni bunaqa materiallar, videolar hammasi sog'lom turmush tarziga amal qilish, o'sha ko'p kasalliklardan ehtiyot bo'lish, o'shalarni kelib chiqishini bartaraf qilish, ya'ni sog'lom hayot kechirishga da'vat ketyapti. To'liq, masalan, internetu, televideniya va hokazo. Lekin eslasalar 2000-yillarda yosh kattalar bunaqa iboralar borligi hayolimizga ham kelmaganda. Misol uchun, men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu kitobni o'qiganlar ichimizda juda ham ko'p. Saodat asri qissalari, Ahmad Lutfiy Qozonchi hazratlarim. Bu kitob mana shu Farg'ona sentrida Nur Books degan do'konda bor. Bundan boshqa yaxshi kitoblar ham bor. Xullas, shu hazrati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hayot yo'llari, u kishining qilgan sunnatlari masalan, o'shalardan shu kitobni o'qib bitta-bittadan hayotimizga agar tatbiq qilsak, biz bunaqa dopamin, kortizol hech narsa kerak emas bizga. Shunaqangi hayotingiz sog'liq jihatdan ham, moliyaviy jihatdan ham, ko'ngil xotirjamligi jihatdan ham shunaqa tekis yo'lga tushib qoladi inshaalloh. Agar shunga amal qilib yashasak, bu dunyoyu eng qizig'i u dunyo saodatini ham topib qolamiz. Mana shu kitobni o'qinglar, farzandlaringga o'qitinglar. Men o'zim ham o'qiganim uchun aytayapman. Ko'pchilik o'qigan odamning tushunchasi o'zgaradi, xotirjamlashadi, sog'lom hayot kechirishni boshlaydi, sunnatga amal qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Shuni aytmoqchi edim sizlarga.